Tak. Mana shu o'sha o'sha maktab bo'lishi mumkin. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Damin 364 va bugun biz maktabga boramiz. Siz aytishingiz mumkin, nimaga men o'zimning yaxshi ko'rgan qishloqda emasman, chunki bizani jitillar bilan maktabga yubordi. Aytdi, sizlarning Minecraft bilishlaring salgina yomonroq bo'lib ketgan, shuning uchun sizlar borishinglar kerak deb aytdi. Xo'sh, jitillar hozir keladi, lekin ularsiz ham kirishni boshlashimiz kerak. Tak. Lekin men kirish bizdan oldin ryukzakim olganimni ko'ringlar. Men shuni faqat 2 ta izumrudga oldim. Boshi zo'r dizayni, lekin arzon. Xo'sh. Qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. Assalomu alaykum. Brat. Men bu yoqda yangimanda, qaysi kabinetim bilasizmi? Xo'sh, ismingni aytchi, qaraymiz. Diamond. Diamond. Uni topdim. 13-kabinet. Xo'p, rahmat. Tak, bolalar, 13-kabinetga boramiz. Tak, to'xtanglar. Bu yoqda juda ham katta koridorlar ekan. Odamlar ham salgina yuribdi. Mencha hali ertalab bo'lgani uchun hech kim yo'q. Xo'sh, mayli, mana bu yoqdan kiraylik. Qaranglar, ustoz degan nik bor ekan. O'sha yoqqa borsammikin? Mana 13-kabinet. Tak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tir u yoqqa. Xo'p. Xo'sh. Jitillar qani? Jitillar hozir kelishi kerak. Xo'p, xo'sh. Ungacha bitta narsani qilishim kerak. Boshi zo'r bo'lyapti. Tak. O'tirishga. Tak. Xo'sh. Tak, sendan so'ramoqchiman. Jitillar qachon keladi? Jitillar hozir kelish kerak. Men hozir ularga telefon qilaman. Xo'p, mayli. Bolla tezroq, ana telefon qilish kerak. Xo'sh. Tak, men hozir chiqib kelaman, sen esa bu yoqda o'tir. Tushunaymi? Xo'p, mayli. Xo'sh, bolalar o'tib ketibdi. Ko'raylik, bolalar. Bu yoqda qanaqadir formulalar. Точно Minecraft maktabga tushdimmi yoki men oddiy maktabga tushganmi? Yo'q. Men bu yoqda o'sha bo'lganman. Shuning uchun bu yoqqa chiqaman. Bu yoqda yaxshigina joy ekan. Kagras kerak bo'lib qoldi. Voy. Bu yoqda olmaymiz. Xo'sh. Tak, sekin bu yoqqa qo'yamiz. Endi esa men hamma narsani qo'yishni boshlayman. Xo'sh. Ustoz kelmagancha men hamma narsani qilishim kerak. Хорошо, men hamma narsalarni olganman. Mana. Menda hamma narsalar bor. Bu yoqda kun tugagancha o'tirish uchun. Bu yoqda biz qo'yaylik yaxshisi. Tak. Bu yoqqa kravat qo'yamiz. Mana bu yoqqa notebook va mening ovqatlarim. Bu yoqda sumka tursin. Xo'sh. Bu yoqda biz endi jimgina o'tirishimiz kerak bo'ldi. Yaxshisi kravatni bu yoqqa mana bu yoqqa olib mana bunaqa
nima qilishimiz kerak bo'ldi. Endi jim o'tirishimiz kerak. Tak. Men hozir kompyuter o'ynab mazza qilaman. Tak. Voy, ustoz keldi. Xo'sh, Diamond qani? U juda yo'q-ku. Voy, mancha jitlar keldi. Assalomu alaykum, ustoz kechirasiz, kech qoldi. Avtobus to'xtab qoldi. Xo'sh, mayli, kirlaring. Tak. Biz bugun droplarni yechamiz. Keyin esa keyingi darsda esa xo'sh, keyingi darsda nima qilar ekanmiz? Keyingi darsda esa kontrolli bo'ladi. Xo'sh, mayli. Endi esa biz nima qilishimizni bilasizlar, jitillar. Birinchi dars o'tdi, xo'sh. Keyin esa men hozir chiqib ketishim kerak. Diamondni qidirib ko'rishim kerak. Bolalar ko'rdinglarmi? Ular вообще bu yoqda o'tirishini bilmagan. Men bu yoqda bir darsga o'tirganman. Mazza qilib o'ynab. Voy, yaxshi bu yoqda yo'qmi? Keyin ustoz kelib qolsa men o'lib ketaman. Tak. Yuramiz. Qani jitillarga qaramoqchiman. Yo'q, kerak emas. Diamond, baxki. Tezroq. Xo'sh, o'sha Diamond qani? Qayerga ketib qolganini bilmayman, ha? O'sha bugun merga aytaman-da. O'sha o'qimaslikda. Tak. Jitillar уже ikkinchi dars bo'ldi. Boshlanyapti-da, kirlaring. Bolalar, mana shu yoqda tugaganchami o'tiraman-da. Super. Xo'sh, tak. Endi esa men o'tiraman. Xo'sh, jitillar, bugungi dars tugadi. Hammaga xayr. Chiqamiz. Aha, hammalar chiqdi. Endi esa men ham chiqaman. Уже kech bo'lib ketdi. Tak. Qulflaymiz, bo'ldi. Yo'q, qulflab. Yo'q. Men bu yoqda endi qolib ketishim mumkin-ku. Xo'sh, mayli. Tak, bu yoqda hamma narsa avval chiqaramiz. Keyin esa nima qilishni ko'ramiz. Tak, op. Tak. Op. Xo'sh, tak, opa. Qulflamagan ekan-ku avval. Men bilmayman nima kirgan. Xo'sh, tezroq chiqib ketishimiz kerak. Tak. Yo'q, bu yoqdan bo'lmaydi. Xo'sh, qayerdan yana chiqib ketish mumkin? U yoqdanmi? Ha, u yoqdan. Meni faqat qorovul ko'rmaslik kerak, chunki men u yoqdan qochaman. O'sha hech kim bu yoqda yo'q bo'lishi kerak. Qanaqadir odamlar qolishganki, xo'sh, men bu yoqdan chiqib ketdim. Keyingi safar esa bu yoqqa hayotda kelmayman.
Xo'sh do'stlar, bugun juda ham qiyin kun edi, lekin men qanaqadir bo'lsa-yu qochdim bu yoqdan va mazza qilib ovqatlarni yedim. Yana bitta yey. Shunaqa mazali. Xo'sh, men yana yomg'irda o'tirgim kelmayapti. Shuning uchun like va obuna bosib qo'yish esimizdan chiqarib qo'ymaymiz. Va hammaga xayr do'stlar.